Assalomu alaykum. Assalomu alaykum yana bir bor. Mana Alter teoriya toplivi katyolini ustanovka qildik. 35 talik. Mana buni bunkeri bor. Bunkerni to'ldirib qo'ysa sutga ketadi. Mana bu yonib turgan holati. Ana konkretni yonib turibdi. Zo'r ishlayapti, xudo xolasa. Mana yonib turishi. Ko'mir shunday yonyapti. Mana apparati mana 10 minutda 11 gradusda. Bu metana ventilyatori bor. Meta nasosi bor. Mabodo arasiga toshli ko'mir tushib bo'lsa, sirazi мясорубкасida aylantirib, maydalab o'tkazib yuboradi. Ishlash funksiyasi zo'r. Turbasini двойной qildik. Orqasidan tozalash dostuplari bor. Mana buni obratkasi, obratga filtr bilan mana даже slivlargacha qo'yildi. Mana orqa tomonida mana podachada ham filtrlarigacha bor. Sistemani himoya qilish uchun sistemaga hech qanaqangi unaqa ketmaydi. Mabodo mayda-chuyda narsalari katyolda ichidan o'tib ketib qolsa, filtrlar tozalab turiladi vaqtida. Bu sistemaga rashbak, bunisi boylerga rashbak. 3 atmosferadan oshiq suvni bosimi 1.7 sistemaniki mana. Bu batareyalarimizga ketyapti. Bu topli pollarga, bunisi boylerga. Ishlashi yaxshi. Xizmatlar bo'lsa, bemalol обращаться qilaverasizlar. Like va podpiska bosib qo'yish esdan chiqmasin.